Portfolio nima? Oddiy qilib aytganda, sizning savdo hisobingizdagi barcha sotib olgan aktivlaringizning yig'indisidir. Masalan, taxmin qilamiz, sizda 10 ming dollar pulingiz bor. O'sha 10 ming dollarni 2 ming dollariga call aksiyasini sotib olgansiz, demak portfoliyongizning 20% callada turibdi. Yana 30 ming dollarlik bitcoiningiz bor va 20 ming dollarlik, masalan, yevro USD parasini olgansiz. Demak, bularning barchasi birgalikda sizning portfoliyongiz. Portfolioni bilish nimaga kerak? Bu albatta risk management uchun. Chunki portfoliolar 3 ga bo'linadi. Agressiv portfolio, ya'ni bunda siz barcha aktivlaringizni bitta foydasi ham yuqori, zarari ham yuqori bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarga tikasiz. Endi bitta bo'lishi shart emas, lekin barchasi agressiv bo'lishi mumkin. Masalan, barcha pulingizni bitcoinga qo'ysangiz, demak sizda agressiv portfolio bor. Bu yerda foyda potensiali ham yuqori, zararingiz ham ko'p bo'lishi mumkin. Ikkinchi turi bu konservativ portfolio. Konservativ portfolioda iloji boricha riskni minimallashtirishga qaratiladi. Siz masalan, hamma pulingizni callga tiksangiz, siz dividend kompaniyaga pul qo'ydingiz. Bu degani sizda konservativ portfolio bor. Endi balanslashgan portfolio nima? Balanslashgan portfolioda siz agressiv bilan konservativni o'rtasini topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qisman, masalan, 10 ming dollarni 20 ming dollari o'sish yuqori bo'lgan kompaniyalarga, instrumentlarga tikasiz. Yana 20% masalan, bu yuqori dividendli stabil kompaniyalar bo'lishi mumkin. Yana 20% oltin va shunga o'xshagan xavfsizlik instrumentlariga va qolganlarini naqd pul ko'rinishida saqlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu balanslashgan portfolio hisoblanadi.